Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Gap shundaki, endilikda kvartiraga ega bo'lgan pensionerlarimiz uchun ba'zi qo'shimcha to'lovlar yuzaga kelishi mumkin yoki mavjud soliq imtiyozlari qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bu yangiliklar mol mulk solig'i yoki boshqa turdagi kommunal to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va shubhasiz ko'plab keksa avlod vakillarining byudjetiga ta'sir qiladi. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir oila uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun o'ta muhim. Chunki bizning ko'pgina pensionerlarimiz nafaqat o'z nafaqalari hisobiga yashaydilar, balki nevara-chevaralariga ham yordam berishga harakat qiladilar. Shunday ekan, har bir qo'shimcha xarajat ularning oilaviy byudjetlari uchun sezilarli yuk bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda katta yordam beradi va biz sizga shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak, avvallari ko'pgina pensionerlarimiz davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlar sababli mol mulk solig'idan to'liq yoki qisman o'z qilingan edilar. Xususan, birinchi uy-joy uchun deyarli hech qanday soliq olinmasdi yoki juda oz miqdorda to'lovlar mavjud edi. Ba'zi toifadagi pensionerlar, masalan, urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki davlat mukofotlari sohiblarida umuman soliqqa tortilmas edi. Bu albatta keksa avlodimizga davlatimiz tomonidan ko'rsatilgan katta yordam va e'tibor edi. Ular o'z hayotlarini vatanga bag'ishlagan, oilalarni tarbiyalagan, jamiyatimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan insonlar bo'lganliklari uchun bunday imtiyozlar ularning mehnati va xizmatlariga hurmat belgisi edi. Ko'plab oilalar uchun bu imtiyozlar oy oxirida biroz bo'lsa ham mablag'ni tejash imkoni berar edi. Bu esa nafaqa miqdorlari hisobga olinganda juda muhim edi. Ammo so'nggi paytlarda qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar, ya'ni soliq kodeksining yangi tahriri yoki unga kiritilgan qo'shimchalar sababli vaziyat biroz o'zgardi. Davlatimiz iqtisodiy islohotlar yo'lida soliq siyosatini yanada adolatli va samarali qilish maqsadida mol mulk solig'ini hisoblash tartibiga ba'zi yangiliklar kiritdi. Endilikda hamma pensionerlar ham avvalgidek to'liq imtiyozga ega bo'lavermaydi. Asosan gap shu haqda ketadi. Endi kimlarga soliq imtiyozlari saqlanib qoladi va kimlarga esa qo'shimcha to'lovlar yuklatiladi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi aholi o'rtasida mulkchilikning adolatli taqsimlanishi va katta qimmatbaho mulklarga ega bo'lgan fuqarolarning, shu jumladan ba'zi pensionerlarning ham jamiyat oldidagi soliq majburiyatlarini to'liqroq bajarishini ta'minlashdan iborat. Bu o'zgarishlar shuningdek mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishga va shu orqali ijtimoiy sohadagi loyihalarni moliyalashtirishga yordam berishi kutilmoqda. Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik va kimlar xavotirlanishi kerak, kimlar esa xavotirlanmasligi mumkinligini tushunib olaylik. Mol mulk solig'i hisob-kitoblariga kiritilgan yangiliklar birinchi navbatda uy-joyning kadastr qiymati va uning umumiy maydoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Odatda soliq qonunchiligida asosiy qoida shuki, agar pensioner birgina uy-joyga ega bo'lsa va uning maydoni ma'lum bir standartdan oshmasa, u mol mulk solig'idan to'liq yoki qisman ozod qilinadi. Ammo agar mulk bir nechta bo'lsa yoki bitta mulkning kadastr qiymati va maydoni juda katta bo'lsa, imtiyozlar cheklanishi mumkin. Bu yerda aniq raqamlar va foizlar Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilanadi va har yili yangilanib borishi mumkin. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarni tekshirish muhim. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, kimlar xavotirlanishi kerak? Oysha xola 75 yoshda Toshkent shahrining markazida joylashgan, umumiy maydoni 1 kvadrat metr bo'lgan katta 4 xonali kvartiraga egalik qiladi. Bu kvartira Sovet davrida berilgan bo'lib, uning kadastr qiymati hozirgi kunda ancha yuqori. Oysha xola avvallari bu kvartira uchun mol mulk solig'i to'lamas edi, chunki u pensioner edi va bu uning yagona mulki edi. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar standart maydon, masalan, 100 kvadrat metr qilib belgilangan bo'lsa va undan oshgan maydon uchun soliq undirilishi belgilangan bo'lsa, Oysha xola endi qo'shimcha to'lovga duch kelishi mumkin. Aytaylik, qonunchilikka ko'ra 1 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon uchun soliq imtiyozi saqlanib qoladi, lekin undan oshgan har bir kvadrat metr uchun, masalan, kadastr qiymatining 0,2 miqdorida soliq undiriladi. Oysha xolaning kvartirasi
bir edi bu kvadrat metr bo'lgani sababli edi bu kvadrat metr bir edi bu idik o'rtacha maydon uchun u so'lib to'lash kerak bo'ladi. Agar uning kvartirasining yer kvadrat metr kadastr qiymati 1 million so'm bo'lsa, davra bo'lgan shun kvadrat metr uchun bu 2,5 million so'm bo'ladi. Unga nisbatan qo'llanadigan to'liq ikki so'liq stavkasi yiliga 500 ming so'm miqdorida so'liq yuklaydi. Bu mablag' Oysha xolaning byudjeti uchun sezilarli bo'lishi mumkin. Chunki u faqat nafaqaga yashaydi. Bu yerda muammo shundaki, avvallari to'liq ozod qilingan fuqaro endi ma'lum miqdorda to'lovga majbur bo'ladi va bu kutilmagan xarajat uning rejalari va turmush tarziga ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarish Oysha xola kabi pensionerlarning noroziligiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ular ushbu katta uy joyda bir necha 10 yillardan beri yashab keladi va uni sotish yoki maydonni kichikroq uy joyga almashtirish imkoniyatiga ega emas. Ikkinchi misol. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Murod aka 7 yoshda. Viloyat markazida joylashgan. Umumiy maydoni 6000 kvadrat metr bo'lgan standart 2 xonali kvartiraga ega. Bu kvartira uning yagona mulki hisoblanadi. Murod aka avvallari ham mol mulk so'ligidan ozod qilingan edi. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar so'liq imtiyozi maydoni 1 kvadrat metr qilib belgilangan bo'lsa, Murod akaning kvartirasi bu chegaradan oshmagan sababli u avvalgidek to'liq so'liq imtiyoziga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni uning 6 kvadrat metrlik kvartirasi uchun hech qanday qo'shimcha so'liq undirilmaydi. U o'z nafaqasini hech qanday o'zgarishsiz, qo'shimcha xarajatsiz boshqarishda davom etishi mumkin. Bu kabi holatlarda Murod aka kabi pensionerlar yangi qoidalardan xavotirlanmasliklari mumkin. Chunki ular uchun amalda hech narsa o'zgarmaydi. Davlatning maqsadi ham aynan shunday, ya'ni kam ta'minlangan yoki oddiy bitta uy joyga ega bo'lgan pensionerlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishdir. Uchinchi misol, bir nechta mulkka egalik qilish. Zamira opa 38 yoshda. U o'zi yashaydigan umumiy maydoni 8 kvadrat metr bo'lgan kvartiradan tashqari, yaqinda farzandiga yordam sifatida ikkinchi, kichikroq, umumiy maydoni 45 kvadrat metr bo'lgan kvartira sotib olgan. Birinchi kvartira uning asosiy yashash joyi hisoblanadi. Ikkinchisi esa vaqtincha ijaraga berilgan yoki farzandining kelajagi uchun olib qo'yilgan. Yangi qonunchilikka ko'ra ko'pincha so'liq imtiyozi faqat birinchi va yagona mulkka beriladi. Demak, Zamira opaning 8 kvadrat metrlik asosiy kvartirasi uchun so'liq imtiyozi saqlanib qolishi mumkin. Chunki u belgilangan maydon chegarasidan oshmagan. Ammo ikkinchi kvartira 45 kvadrat metrli mulk uchun u to'liq miqdorda mol mulk solig'i to'lash kerak bo'ladi. Chunki u ikkinchi mulk hisoblanadi va imtiyozga kirmaydi. Agar ikkinchi kvartiraning kadastr qiymati masalan 300 million so'm bo'lsa va unga nisbatan 0,2% soliq stavkasi qo'llanilsa, Zamira opa yiliga 6 ming so'm qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi. Bu ham Zamira opaning byudjeti uchun ancha sezilarli miqdor hisoblanadi. Bu holatda ko'plab pensionerlar o'z mulklarini qayta ko'rib chiqishlari, masalan, ikkinchi mulkini farzandlarining nomiga o'tkazish haqida o'ylashlari mumkin. Bu esa mulk egaligi va soliqqa tortish masalalariga yangi yondashuvlarni talab qiladi. Davlatning bu kabi o'zgarishlarni kiritishdan maqsadi bir necha omillar bilan bog'liq. Birinchidan, davlat mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishga harakat qilmoqda, chunki bu mablag'lar maktablar, kasalxonalar va yo'llarni ta'mirlash kabi ijtimoiy loyihalarga yo'naltiriladi. Ikkinchidan, u mulk egalari o'rtasida adolatni ta'minlashni istaydi. Bir kishi bir nechta uy joyga ega bo'lib, ular uchun umuman soliq to'lamasa, bu adolatli emas degan fikr mavjud. Uchinchidan, mol mulk solig'i stavkalarini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga intilish bor. Bu esa iqtisodiyotni yanada ochiq va shaffof qilishga xizmat qiladi. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, nozik jihatlar va yashirin nuanslarni ko'rib chiqamiz. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham ba'zi muhim istisnolar mavjud bo'lib, ularni bilish sizning holatingizni to'g'ri baholashga yordam beradi. Birinchi navbatda ayrim toifadagi pensionerlar uchun oldingi imtiyozlar to'liq hajmda saqlanib qolishi mumkin. Bularga urush va mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatida nogiron bo'lgan shaxslar, O'zbekiston qahramonlari va boshqa davlat mukofotlari sohiblari kiradi. Ushbu toifadagi fuqarolar odatda ularning mol mulkining sonidan yoki maydondan qat'iy nazar mol mulk soligidan to'liq ozod qilinadi. Bunday imtiyozlar ularning vatanga ko'rsatgan ulkan xizmatlari va sadoqati uchun davlat tomonidan beriladigan hurmat va minnatdorlik belgisi hisoblanadi. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz
Bu haqda soliq organlariga ma'lumot berishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz juda muhimdir. Chunki avtomatik ravishda bu imtiyoz bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi muhim nuans bu mulkning birgalikdagi egaligi masalasidir. Agar kvartira pensioner va uning farzandi kabi boshqa fuqarolar bilan birgalikda egalikda bo'lsa, soliq qanday hisoblanadi? Odatda bu holatda soliq mulkning har bir egasiga to'g'ri keladigan ulushga mutanosib ravishda hisoblanadi. Masalan, agar kvartira teng ulushlarda enshput pensioner, enshput farzand birgalikda egalikda bo'lsa, pensioner o'z ulushiga to'g'ri keladigan soliqdan imtiyoz olishi mumkin. Farzand esa o'z ulushi uchun to'liq miqdorda soliq to'laydi. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat shuki, soliq organlari ko'pincha bu ulushlarni kadastr hujjatlarida ko'rsatilgandek hisoblaydi. Shuning uchun kadastr hujjatlaringizni diqqat bilan tekshirish va agar ulushlar to'g'ri aks ettirilmagan bo'lsa, ularni yangilash tavsiya etiladi. Uchinchi nozik jihat kadastr qiymatining yangilanishi. Mol-mulk solig'i mulkning kadastr qiymatidan hisoblanadi. Kadastr qiymati davriy ravishda qayta baholanadi. Bu degani, sizning kvartirangizning qiymati 60 da qancha bo'lganidan qat'i nazar, hozirgi kunda uning bahosi oshgan bo'lishi mumkin. Bu esa o'z navbatida soliq miqdorining o'sishiga olib keladi. Hatto soliq stavkasi o'zgarmagan taqdirda ham kadastr qiymatlari har bir hududda, har bir turdagi mulk uchun alohida belgilanadi va bunga joylashuv, qurilish yili, qulaylik darajasi kabi omillar ta'sir qiladi. Soliq xabarnomasida ko'rsatilgan kadastr qiymatini doimiy ravishda tekshirib borish lozim. Agar siz baholash natijalariga qo'shilmasangiz, tegishli tartibda shikoyat qilish huquqiga egasiz. 4-chi muhim eslatma soliq to'lovlari bilan bog'liq xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmaslik. Ba'zan pensionerlar avvalgi yillarda soliq to'lamaganliklari sababli soliq organlaridan keladigan xabarnomalarga e'tibor bermasliklari mumkin. Ammo yangi qoidalar joriy qilingandan so'ng sizga soliq hisoboti kelishi mumkin. Bu xabarnomani diqqat bilan o'qib chiqing. Agar unga tushunmasangiz, darhol soliq idorasiga murojaat qiling. Kutilmagan qarzlar yoki jarimalardan saqlanish uchun o'z vaqtida ma'lumot olish juda muhimdir. 5-chi nuanji, bu soliqning to'lanmasligi yoki kechikishi bilan bog'liq mumkin bo'lgan jarimalar. Agar sizga soliq hisoblangan bo'lsa-yu, uni belgilangan muddatda to'lamasangiz, qonunchilikda kechiktirilgan har bir kun uchun penya jarima undirish nazarda tutilgan. Bu kichik miqdordan boshlansa-da, vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada o'sib borishi mumkin. Shuning uchun barcha soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishga harakat qilish kerak. 6-nuqta, yer solig'i va mol-mulk solig'i o'rtasidagi farqni tushunish. Biz hozir asosan kvartira uchun mol-mulk solig'i haqida gapiryapmiz. Ammo agar pensioner yer uchastkasiga yoki hovlili uyga ega bo'lsa, u yer soligiga ham tortilishi mumkin. Yer solig'i uchun ham o'ziga xos imtiyozlar va hisoblash tartibi mavjud. Ba'zida bu ikki soliqni aralashtirib yuborishadi. Shuni unutmangki, bu ikki soliq turi boshqa-boshqa hisoblanadi va har biri uchun o'ziga xos qoidalar mavjud. 7-chi va juda muhim jihat bu o'zgarishlarning mintaqaviy xususiyatlari. Soliq kodeksi umumiy qoidalarni belgilasa-da, mahalliy hokimiyatlar o'z hududlarida ba'zi soliq stavkalarini yoki imtiyozlarni aniqlashda ma'lum darajada erkinlikka ega bo'lishlari mumkin. Shuning uchun siz yashayotgan hududning aniq qoidalarini bilish juda muhim. Toshkent shahri uchun qoidalar viloyat markazidagi yoki qishloqdagi qoidalardan farq qilishi mumkin. Bu ma'lumotlarni ham moliya soliq idoralaridan aniqlashtirish zarur. Ushbu nozik jihatlarni tushunish sizga yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri baholashga va keraksiz xavotirlardan saqlanishga yordam beradi. Eng asosiysi ma'lumotni o'z vaqtida olish va harakat qilishdan qo'rqmaslik. Endi esa ushbu vaziyatda siz nima qilishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlarga o'tamiz. Aniq qadam-qadam ko'rsatmalar sizga yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda yordam beradi. Birinchi qadam ma'lumotni to'plash va tekshirish. Eng avvalo sizga kelgan soliq xabarnomalarini diqqat bilan o'rganing. Agar sizga xabarnoma kelmagan bo'lsa, bu hali soliq majburiyatingiz yo'qligini anglatmaydi. Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti soliq.uz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Bok.uz orqali o'zingizning mol-mulk solig'i holatingizni tekshiring. Bu portallarda siz ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng shaxsiy kabinetingiz orqali mulklaringiz, ularning kadastr qiymati va hisoblangan soliqlar haqidagi barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar siz internetdan foydalanishda qiyinchilikka duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yordam so'rang.
Bu ma'lumotlar soliq hisob kitoblarining asosidir. Ikkinchi qadam, davlat soliq xizmati organlariga murojaat qilish. Agar sizda savollar tug'ilsa, xabarnoma tushunarsiz bo'lsa yoki soliq hisobida xatolik bor deb hisoblasangiz, yashash joyingizdagi davlat soliq inspeksiyasiga DSK shaxsan murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga vaziyatni tushuntirib berishlari va barcha savollaringizga javob berishlari shart. Murojaat qilishdan oldin pasportingizni, pensiya guvohnomangizni va mulkingizga oid barcha hujjatlarni, kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat tayyorlab qo'ying. Imtiyozga ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlaringiz, masalan, urush faxriysi guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma bo'lsa, ularni ham olib boring. Uchinchi qadam, soliq hisob kitobini aniqlash. Soliq inspeksiyasida sizdan hisoblangan mol mulk solig'ining batafsil hisob kitobini talab qiling. Bu hisob kitobda sizning mulkingizning kadastr qiymati, soliq stavkasi, imtiyozlar qo'llanilganligi va agar bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar sabablari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Shunchaki sizga shuncha soliq hisoblangan degan javob bilan cheklanmang. Barcha raqamlarning qayerdan kelganini tushunishga harakat qiling. Bu juda muhim, chunki xatolar bo'lishi mumkin. 4-qadam shikoyat qilish tartibi. Agar hisoblangan soliq miqdori noto'g'ri deb hisoblasangiz yoki sizga qo'llanilishi kerak bo'lgan imtiyozlar hisobga olinmagan bo'lsa, Davlat soliq qo'mitasiga yoki uning hududiy bo'limlariga yozma ravishda shikoyat qiling. Shikoyatda vaziyatni batafsil bayon eting. Hisoblashda qanday xatoliklar mavjudligini ko'rsating va tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Shikoyat 2 nusxada yozilsin. Bir nusxasini o'zingizda saqlab qo'ling va qabul qiluvchidan unga kiruvchi raqamni va sanani qo'ydirib oling. Bu kelajakda vaziyatni nazorat qilishga yordam beradi. 5-qadam, yuridik maslahat olish. Agar siz vaziyatdan butunlay tushunmasangiz yoki soliq organlari bilan muloqotda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yuridik yordam xizmatlariga yoki soliq maslahatchilariga murojaat qilishdan tortinmang. Ko'plab tashkilotlar pensiyalarga bepul yuridik yordam ko'rsatishadi. Bunday maslahatchilar sizning nomingizdan soliq idorasi bilan muloqot qilishlari va sizning huquqlaringizni himoya qilishlari mumkin. 6-qadam, soliqni to'lash. Agar soliq hisoboti to'g'ri bo'lsa, sadaqat qo'shimcha to'lovlar yuklatilgan bo'lsa, uni o'z vaqtida to'lashni unutmang. Soliqni banklar orqali, bankomatlar orqali, mobil ilovalar, masalan, Payme, Klik va boshqalar yoki soliq portali orqali onlayn tarzda to'lash mumkin. Muddatida to'lanmagan soliq uchun jarimalar penya hisoblanishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Soliqni to'laganingizdan so'ng kvitantsiyani yoki to'lovni tasdiqlovchi hujjatni saqlab qo'yishni unutmang. Bu qadamlarni bajarish sizga yangi qoidalar bilan bog'liq har qanday noaniqlikni hal qilishda va moliyaviy barqarorligingizni saqlashda yordam beradi. Esda tutingki, ma'lumotga egalik qilish va o'z huquqlaringizni bilish har qanday vaziyatda sizni himoya qiladi. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz kvartiraga ega bo'lgan pensionerlarga nisbatan mol mulk solig'i hisoblashdagi yangiliklarni, kimlar qo'shimcha to'lovga duch kelishi mumkinligini va kimlar xavotirlanmasligi kerakligini, shuningdek, amaliy harakatlar rejasini batafsil ko'rib chiqdik. Shuni ta'kidlashni istardimki, davlatimiz tomonidan kiritilayotgan barcha o'zgarishlar avvalo tizimni takomillashtirish, adolatni ta'minlash va mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga qaratilgan. Bu o'zgarishlar sizning byudjetingizga qanday ta'sir qilishini bilish va tegishli choralarni ko'rish juda muhim. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish har bir fuqaroning burchidir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.